Xabar qilganimizdek 2016-yil 2-sentyabr kuni barchamiz uchun qadrli bo'lgan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov og'ir kasallikdan so'ng vafot etdi. Xalqimizning cheksiz muhabbatini qozongan mustaqil mamlakatimizning birinchi yo'lboshchisi Islom Abdug'aniyevich Karimov qalblarimizda abadiy qoladi va kelajak avlodlar xotirasida tinchlik, barqarorlik, farovonlik va taraqqiyot rahnamosi, buyuk davlat arbobi sifatida mangu yashaydi. Bugun erta tongda poytaxtimizda joylashgan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Tibbiyot sanitariya birlashmasining markaziy klinik shifoxonasidan prezidentimiz Islom Karimov olib chiqildi. Ixtisoslashtirilgan avtomobillar Toshkent xalqaro aeroporti tomon yo'l oldi. Erta tong bo'lishiga qaramasdan marhumni kuzatish uchun ko'chalarga minglab hamyurtlarimiz chiqdilar. Ular o'z qadrdonini, ishongan tog'ini, eng yaqin aziz insonini uzoqlarga qo'yib yuborgisi kelmayapti. Albatta, Islom Karimov xalqning qalbidan shunchalik chuqur joy oldiki, har bir yurtdoshimiz o'z oilasining eng tabarruk kishisini yo'qotgandek yuragidagi chuqur iztirobini yashira olmayapti. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining axborotida qayd etilganidek, barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimizning vasiyatiga ko'ra Islom Karimov ota-onasi mangu qo'nim topgan ona shahri Samarqandda musulmon urf-odatlariga binoan dafn etiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi kengashi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning dafn marosimini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasi tashkil etildi. Faxriy qorovul saf tortgan Toshkent aeroportidan O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov havo laynerida alohida izzat ikrom ila Samarqandga kuzatildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning dafn marosimlari haqida axborotning keyingi dasturlarida berib boramiz.